Uyg'urning g'ayrati. İçimde meni jim turg'izmaydigan shundoq bir o't bor ediki, shu o'tning turtkisida o'z egiligimni tiklash uchun harmay talmay tirishatdim. Yaratgan egamning barkiti bilan 1996-yili men uchun zo'r muvaffaqiyat qozongan bir yil bo'ldi. Men Uyg'urlar ichidan eng dastlab zamonaviy tikish mashinasi bilan Uyg'ur kiyim-kechak korxonasi ochgan shaxs bo'lib tonildim. 1996-yilning oxiri Ürümchida ochilgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonining ikki yig'ini mezgilida yig'in maydoni bo'lgan 8 qavat degan binoning ko'rgazma zalida korxonam loyihalab bozorga solgan kiyim-kechaklarni ko'rgazma qildim. Bu ishqa shu chog'dagi bir qism yo'liba Uyg'ur boshliqlar bo'libmi, shu chog'da xalq qurultiyining vakili bo'lgan Robiya Qodir onamiz yordam qilgan edi. Bu ko'rgazma qilib setish faoliyati gazet, jurnal va televiziya orqali tashviq qilinib, zo'r dag'dug'i qo'zg'adi. Shu chog'larda mening Bo'g'raxon markali kiyim-kechaklarim danglik Uyg'ur markasiga aylangan bo'lib, yo'llarim ochilib, munosabat doiram kengayib, ko'nglimda texmi zo'r planlar, g'oyi istaklar to'lib turadi. Shon sharaf, madhiyalar, gullar, tabriklar, nom atoq uzluksiz yukselayotgan tijoratim oldida kelgusimning texmi go'zal bo'ladiganligini his qilsammi, necha kundan keyin kirib kelgan 1997-yilda meni, to'g'risi mening aziz xalqimni qanday qismatlarning kutib turayotganligini hech o'ylab yetolmagan ekanman. 1996-yilning 5-ida men ko'p tirishchanlik ko'rsatib yurib, Beijingda Yaponiyaning Brader markali zamonaviy tikimchilik aslahalarini setib olish fursatiga erishdim. Shu chog'larda bundaq uskunalarni setib olish Uyg'urlarga hukumatning alohida ruxsati bilanla mumkin bo'ladigan ishlar edi. Men korxona uskunalarini Beijingdan Ürümchiga akeldirgandan keyin Ürümchi shaharlik 5-o'tir maktabning ombar qilingan o'rnini ijaraga elib kiyim-kechak korxonasi qildim. Korxona qurilishida Uyg'ur jamiyatining har qaysi qatlamlaridan qo'llash va yordamlarga erishdim. Loyihaligüchi tepishdan tortib tikuvchilarni tanlab ishga qo'yishgacha nurg'un kishilar xolisona yordam qilib, Uyg'ur millatining esilligini texmi cho'nqur his qildirdi. Oxirida 200 nafar Uyg'ur qiz ayollari ichidan 47 nafar tikuvchi tanlanib, korxonam ish boshladi. Men kiyim-kechaklarimning eng ushoq loyihalarigacha Uyg'urning alohidaligini, go'zalligini, ruhini singdirishga tirishatdim. Mening millatim 15 asr burunqi chog'lardan tortibla xuddi yaqinqi zamondagi Yevropa oqso'ngaklaridek esil kiyingan edi. 21-asrga kiray deganda mening xalqim o'z esilligiga yarasha esil kiyinish kerak edi. Men hatto xizmatchilarim yaxshi muhitda ishlasin deb sexlarning ichini Uyg'urcha naqshlar bilan zinnatlagan edim. Vatanimizda ba'zi taraqqiyotlar bilan bir vaqtda maydonga kelgan turli illatlar, zaharlik chekimlik va axloqsizliklar xalqimizning ruhini tushkunlashtirayotgan shu chog'larda har qaysi sohadagi Uyg'urlar xalqimizni yuksaldirish uchun qo'lidan kelgan tirishchanliklarni ko'rsatyapti. Shundaq harakatlarning biri Ili vodisida jush urib rivojlanayotgan mashrab harakati edi. Shu chog'larda Ürümchi televiziyasidan tortib atalmış Şinjan televiziyasidagi diktor, riyosatchilarning kiyim-kechaklarini men ta'minlab bergan bo'lib, ekranda mening shirkatimning nomi va markam bo'lgan Bo'g'raxon ismi chiqib turadi. G'ulji televiziyasidagi diktorlarmi Bo'g'raxon markali kiyimlarni kiygan bo'lib, bizning e'lonlarimizni ko'p qilib bergan edi. Men milliy ruhimiz bilan jug'urilgan kiyim-kechaklarimni Uyg'urlarning ruhini yuksaldirish uchun tirishayotgan mashrab harakatidagi yoshlarmi kiyishi kerak deb qarab, ularga xeyli ko'p kiyim-kechaklarni avatib bergan edim. Bu o'z navbatida Bo'g'raxon markasining tonilishi uchunmi jonliq va amaliy e'lon bo'lgan edi. 1997-yildagi 5-fevral fojiasi Uyg'ur tarixining bir burilish nuqtasi bo'lib qolgandek,
mening hayotimdimi bir bo'lgich bo'lib qolgan edi. G'oljidagi qirg'inchilikdan keyin Uyg'urlarning turmushidan barakat, ko'nglidan xushalliklar ko'tarilib ketgandek bo'lib qoldi. G'oljida ota-onasidan ayrilgan yetim bolalar ko'paygachga, Urumchidimi shu yetimlarni uchirtadigan bo'ldik. Opamning tashabbusi bilan 20 ga yaqin shundaq yetim bolalarni beqib oldik va ularni o'zimiz o'qitishga boshladik. Gerçi tijoratim uzluksiz mengayotgan, meni va şirketimni tunishtiradigan maqola va tashviqotlar to'xtab qolmagan bo'lsa-mu, qandaqdir ko'rinmas to'salg'ularni his qilishga boshlagan edim. Mening markam va mahsulotlarimning orqasidagi kuchlik Uyg'urlik Xitoyni bearam qilganligi aniq edi. Bizning korxonamiz shu chaqlarda televiziya ekranlaridagi riyosatchilarning kiyim-kechaklarini hit ayamlik programmalar va alohida tabriklashlar qatorliq nurg'un faoliyatlarning kiyim-kechaklarini loyihalaydi. Undan boshqa Uyg'ur maktablar uchun Uyg'ur fasonidagi maktab formasi, Uyg'ur hojilar uchun alohida kiyimlarni loyihalagan edi. Uyg'urlardan chiqqan dаңliq shaxslardan Odilashur va boks shohi Abdushukurlar Bo'raxon kiyimlarining e'lonlariga chiqqan edi. Men 30 ming so'm xajlab Turpanda suratga oldirgan Ustuq Bo'raxonning ot ustidagi obrazi gavdalantirilgan e'lon Xitoy hukumatining tasdiqidan o'tmay to'xtatib qo'yildi. Mening shirkatim joylashgan 5-o'rta maktabning Xitoy sekretari bilan bo'lgan to'xtamimiz bo'lg'ashqa, mening korxonamni taqib etolmay, birdan tokni uzib etib ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yatdi va surishtirsam hech nima bilmagan bo'lib olatdi. Mahsulot markam va shirkat nomi bo'lgan Bo'raxon degan ism va kiyim-kechaklarning tugmalaridagi oy yulduzliq belgilar sezgur bir temaga aylanishga boshlagan edi. Şirket nomi tizimga ilingan Beijingdagi organdan uqtirish kelib, shirkat va marka nomini ittifoq yoki do'stlik degan ismga almashtirish kerakligimni, agar undoq bo'lmasa, shirkatning ijozatnomasini amaldan qoldiradiganligini bildirdi. Tushuntirishlar va zakonlashlar qarg'i kelmadi. Atalmış avtonom rayonning rahbarlaridan tortib Beijingdagi Uyg'ur rahbarlarigacha telefon qilib dardimni aytgan bo'lsam-mu, hech kim hech nima qilib berolmadi. Ayni vaqtda mening Bo'raxon ismini ishlatib, kiyim-kechak ishlab chiqarganligimdan ta'sirlanib, meni maqtagan va ko'zlariga yosh olgan Sayfiddin Azizimi bir ish qilib berolmadi. 5-boshlang'ich maktabning Xitoy sekretari bilan bo'lgan jidilimiz tugimidi. 2 qitim sotqa chiqdik. Xitoy sekretari meni maktab muhitini bulg'agan, o'qitishga ta'sir yetkazgan, darsxona o'rnini egallab olgan degandek tuhmatlar bilan arz qilgan edi. Men 1998-yilning 5-ida ochilgan atalmış xalq qurultayining yig'iniga arzimni sungan bo'lsam-mu, biror natija bo'lmadi. 1998-yili 4-oyda iqtisod gazetining meni ziyorat qilib yozgan G'ayrat qil g'ayrat nomli maqolasi besilgan edi. Shu vaqtlarda Xitoy doiralari meni to'xtatolmay, bankidagi 400 ming so'mga yaqin pulimni to'nglatdi. G'oljida men kiyim avatib bergan, men bilan ayni vaqtda aloqalashgan qarindoshlarimiz tutilib ketgan yoki yo'qolib ketgan edi. Tutqun qilish texchi davom qilyotdi. Men bir balo qazoning mening beshimga kelayotganligini his qilishga boshladim. Dal shu chaqda soqchixonadan odam kelib pasportimni topshirishni talab qildi. Men andishamning o'rinsiz emasligini tushundim va pasportim yutib ketgan deb turib oldim. Meni izlab kelgan Uyg'ur soqchi menga pasportimning yutib ketganligi haqida gazetga e'lon berib, 3 kun ichida shu gazetni elib kelishimni aytib ketib qoldi. Soqchining menga 3 kun vaqt berganligi xuddi jinimni elib ketish uchun bergan bir signaldek tuyulib ketdi. Men darhol muhim hujjatlarim va narsa keraklarimni yig'ishtirib Beijingga qarab yo'lga chiqdim. Hujjat va isbotlarni chamadonning ish qatlariga ustuliq bilan tikib etgan edim. Beijingdan adsilan Qirg'izistonga uchdim. Tutilib qilish qo'rqinchida chegaradan o'tkicha ko'p narsalarni o'ylay olmagan edim. Qirg'izistonga tushib bo'lgandan keyin o'ylasam,
men barliq mol mulkimni, ota-ana, qarindoshlarimni, jondan aziz xalqimni, qutlug' vatanimni tashlab, faqat shularga bo'lgan mehr muhabbatimni elib qochib chiqibdiman. Mana shunda qilib meni kunda qiynaydigan seg'inish o'tini hamroh qilib yashagan musofirlik hayotimni boshladim. Men 1998-yili 5-oyda Qirg'izistonga borgandan keyin oldi bilan shu yerdagi Uyg'urlarni izladim. Kurash Kusanning shu yerda ekanligini bilib, izlab berib quchoqlashib ko'rishdim. Kurash Kusan bilan billa shu yerdagi ittifoq jamiyatining faoliyatlariga aktiv qatnashdim. Men shu yili Qirg'izistonning mustaqillik kunidagi faoliyatda Uyg'ur vakillarini milliy kiyimlarimiz bilan bezab, paraddan o'tkazib olqishga sazovor bo'ldim. Shu yili Qirg'iziston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib kirgandan keyin u yerda turish bizga xatarlik bo'lib qoldi. Men Amerika elchixonasidagi tonishlarning yordamida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar mahkamasiga iltimos sundim. Kurash Kusanni shunda qilishga qoyil qildim. Iltimosimiz tasdiqlanib chiqquchi bo'lgan orliqda musofirlar mahkamasi ishxonasi bizga Xitoyga qaytarishga bo'lmaydi deydigan hujjat va vaqtliq kartlarni chiqarib berdi. Biz ko'chaga chiqsak, shu kartlarni bo'ynimizga esib olatdik. Bizning iltimosimiz bilan Uyg'ur musofirlar masalasida yangi bir sahifa ochilgan bo'ldi. Bu jarayonda Amerika elchixonasidagi Chris va Erik degan do'stlarim ko'p yordam qildi. 2000-yilning 5-ida men Hollandiyaga, Kurash Kusan Shvetsiyaga yo'lga chiqdik. Shundan keyin qarindishim, sabdishim Kurash Kusan bilan u vafot bo'lguncha shu yaqinlikni saqlab turgan kurashlarda birga bo'ldim. Yevropaga kelgandan keyin bu erkin muhitda nima qila oladiganligim haqida ko'p o'ylandim. Til o'rgandim. Yevropaning siyosiy va madaniyat muhiti bilan tanishdim. 2003-yili Hollandiyaning Leiden universitetida Kurash Kusan bilan Uyg'ur madaniyat kuni tashkillab, Uyg'urlarning ahvolini va shu chog'da Norvegiyada Rafto kishilik huquq mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan Robiya Qodir onamizni tanishtirdik. Men Uyg'ur masalasini Hollandiyaning siyosiy kun tartibiga elib kelish uchun Tibetlardan ilhom elib, Hollandiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurib chiqdim. Shu chog'da oyda bir qitim shaharlik hukumatdagi Uyg'urlarni qo'llaydigan siyosatchilar va Frey universitetidagi o'quvchilar vakillari bilan Uyg'ur masalasini Hollandiyada tanitish va Uyg'urlarga yordam ishlari haqida planlarni tuzib ijro qilatdik. 2009-yili Xitoy qurilganligining 60 yilligi tabriklanayotgan mezgilda Hollandiya davlatlik televiziyasi meni alohida programmada ziyorat qilib, Xitoyning davlat bayramining Uyg'urlarga nimadan derak beradiganligini so'raganda, men buning biz uchun bir motam kuni ekanligini aytib, hasratlik bir tambur muzikasi bilan hissiyotimni ifodalab bergan edim. 2010-yili men Uyg'ur do'stlik guruhi nomidan Tayvandagi o'rkash davlatni Hollandiya parlamentiga taklif qilib, Uyg'ur masalasi haqida so'zlashga o'rinlashtirdim. 2012-yili Hollandiyaning Den Haag shahrida Xitoyning qirg'uvchi qurollarini cheklash temi qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'ini ochilgan o'rinda Xitoy dunyoga tahdid bo'ladi temasida namoyish tashkil etdim. 10 necha odamga uqtirish qilgan bo'lsam-mu, qatnashgan odam o'g'lim ikkimiz va bizni qo'llaydigan bir qancha hollandiyaliklar bo'ldi. Hollandiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi uchun berilgan Amsterdamdagi ishxonamda muxbirlarni ko'p qitim kutib oldik. Shundaqla Erkin Osiyo radiosida mening Hollandiyadagi siyosiy va madaniy faoliyatlarim haqidagi xabarlar davomli berildi. Uyg'ur do'stlik guruhining Hollandiya parlamentidagi lobbichilik faoliyatlari natijasida Hollandiya podshohligi Uyg'ur musofirlarini ko'plab qabul qilgan bir davlatga aylandi. Hollandiyada yashagan 15 yil hayotimdagi eng qimmatli, shundaqla eng murakkab, eng jo'shqin vaqtlarim bo'lib, qilgan ishlarim va erishganlarim ko'p bo'lganidek, savoqlarimmi ko'p bo'ldi. Bu jarayonlarda men Uyg'ur masalasini Yevropa parlamentida kun tartibga elib kelish uchun ko'p harakat qildim. Uyg'ur birligi tashkilotining qurg'uvchisi va
baş katibi bo'lib faoliyat qildim. Dünya Uyghur Qurultayının Myonxinda içilgan 2-chi qurultayi va Yaponiyada içilgan 4-chi qurultayga vakil bo'lib qatnaşdım. 2015-yili texmi zo'r arzu-armanlar bilan Amerikaga ko'chib keldim. Men Amerikaga ko'chib kelgandan keyin igilik tiklash uchun ko'p izlandim. 2019-yilga kelganda men uzun muddatlik puxta tayyorlik va ko'p mablag' bilan College Park degan yerda Marco va Polo degan nomda bir Uyg'ur restorani ochdim. Bezash uchunla 8 oy ketdi. College Park o'qimishliq va sapaliq amerikaliklar yashaydigan maktablar ko'p. Shundaqla Diyanet markaziga yaqin yer bo'lg'ashqa shu restoranimni shu yerga etishni qaror qilgan edim. Bu restoranni Uyg'ur davosini va Uyg'ur madaniyatini tonutadigan bir ko'znak qilishni plan qilgan edim. Men restoranchilikni 2013-yili Hollandiyada vaqtimda boshlagan bo'lib, qanday qilib Uyg'ur madaniyati va tarixi orqali Uyg'ur masalasini kishilarga bildirish haqida izlangan edim. Restoranimning ismini Marco va Polo deb qo'yishmi shuning uchun edi. Mening restoranim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtiradigan, Uyg'ur masalasi uchun lobbichilik qiladigan bir o'tanga aylangan edi. Restoranning ichidagi bezaklar Uyg'ur madaniyatiga emas, Uyg'urning tarixiy va hozirgi siyosiy vaziyatini aks ettiradi. Men bu jarayonda ko'plagan amerikalik akademiklar, siyosatchilar va turk diplomatlar bilan tanishdim. O'g'lim Diyanet markazi ochgan maktabda o'qigan edi. U hofizlik diplomini prezident Erdo'g'ondan topshirib oldi. 2020-yili New York vaqti gazeti mening restoranim va sarguzashtlarimni orqa ko'rinish qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qitim dunyoning kun tartibiga elib keldi. Amerika ovozining o'zbekcha kanali Washington choyxonasi degan sahifa orqali restoranimni orqa ko'rinish qilib, Uyg'ur masalasi haqida 2 qitim maxsus film ishladi. 2020-yili yamrıgan Xitoy virusi sababi bilan taza ro'naq tepib to'nilayotgan, haddi hisobsiz ajrim singan Marco va Polo restoranim taqilib qoldi. Hukumatdan hech qanday yordamga erisha olmadim. Mushunda qiyin vaqtlarda restoranimning xaridor bo'lgan va Uyg'urlarni samimiy qo'llab kelayotgan College Park rayonida turadigan amerikalik tanishlarimdan Maryland universitetining professori Alexander qatorliqlar $13,000 yig'ib, mening igilikimni davomlashtirishimga ilhom berdi. Bu men uchun $13 million bergandimmi ortiq bir qo'llash edi. Keyin men tajriba o'rganish maqsadi bilan Virginiyaning Tysons Corner degan yerdagi Fransiyaning La Pain nomli dangliq restoranida bir qancha vaqt boshqaruvchi bo'lib ishladim. Undan keyin men qayta bosh ko'tarish maqsadida Indiana shtatining Bloomington shahriga ko'chib bordim. U yerda qayta ochilgan Marco va Polo qisqa muddat ichida Uyg'urlar va Uyg'ur masalasiga qiziqadiganlarni jalb qiladigan va shahar boshlig'ini o'z ichiga olgan ko'plagan ta'sirdor kishilarni kutib oladigan dangliq restoranga aylandi. Yaqinda Bloomington vaqti gazeti 2024-yili shu rayondagi eng bozorliq 300 restoranning ismini e'lon qilgan bo'lib, Marco va Polo restorani mushu tizimlikning oldingi 3-qatoridan o'rin olgan. Mening qarshimda Uyg'ur tamoqlari qo'saq to'yg'izdigan yemeklik emas, balki bir madaniyat san'at, Uyg'urlarning yuksak madaniyatiga vakillik qiladigan, tetig'ili, purg'ili bo'ladigan san'at asri, oliy darajalik sog'lomlik buyumi edi. Men Uyg'ur tamoqlarini dunyodagi eng dangliq yemeklar qatoridan o'rin olg'izishni, Marco va Polo restoranini organik ashyolar bilan tamoq qiladigan, dunyodagi eng esil restoranlar qatorida yurishlashgan, tarmoqlashgan restoran qilib qurib chiqishni nishon qilib qo'ygan va bu haqdagi planlarimni tuzib qo'ygan edim. Men restoranning tarmoqlashishi uchun zavod qurishni, Uyg'urning yemek-ichmak madaniyatini saqlash va rivojlantirish uchun Uyg'ur yemek ustullarini tarbiyalab chiqishni yaqin kelgusi planim qildim.
Uyg'urning kimligi her tarafdan turli xirislarga duch kelayotgan bugungi kunda mening tirishchanligim Uyg'ur madaniyatini va ruhini saqlashda bir yangilik yaratqusi deb ishinaman. Mening ismim G'ayrat. Men bir ish etilsa 10 ishik etish uchun tirishadigan, yiqilgan yerdan bir siqim to'pini bo'lsa-mu julib elib o'rnidan turadigan G'ayrat. Men kuch-quvvatini xalqiga bo'lgan sevgisidan olgan, Uyg'urligidan faxrlanadigan, Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qadilalaydigan G'ayrat. Men qiyinchiliklarga, yiqilishlarga tan bermaydigan, tinmay ilgirlaydigan yanmas G'ayrat. Uyg'urning g'ayrati.